Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bo'ston tumanidagi ishlarimiz o'z nihoyasiga yetish arafasida. Arka karnizlarimiz qoldi 4-5 ta. Shularni qo'yib qo'ysak, bitta tog'da xolisa. Bizni kuzatishda davom eting. Shunaqa foydali va sifatli xizmat ko'rsatamiz inshaalloh. Sizlarning qadrdeshinglar va e'tiboringlar bilan ishlarimiz nihoyatda sifatli, chiroyli chiqyapti, xudo xolasa. O'zinglar baho berasizlar. İşlerimiz nihoyatda mehr bilan hamma tunuka samarazi joy-joyiga qo'yilgan, xudo xolasa. Rahmat hammalarga.